Alloh taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizga xitob qilib aytadi: "Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va erta yu kech u zotni poklab tasbih aytinglar." Mana shu oyat siz bilan bizga zikrni vojib qiladi, zikrni farz qiladi. Ulamolar aytishadi, insonning a'zolarini har bittasini o'zining alohida ibodati bor. Ko'zning ibodati harom narsalardan tiyilish. Ko'zning ibodati harom narsalardan tiyilish va bu borliqqa tafakkur qilgan holda osmon yerga nazar solishlik. Quloqning o'zining ibodati bor. Oyoq qo'lning o'zining ibodati bor. Qalbning ibodati, birodarlar, ixlos. Qalbning ibodati zikr. Mana shu a'zolarimiz bilan qiladigan hamma ibodatlarimizni ma'lum bir vaqti bor. Namozni o'qiydigan ma'lum vaqti bor. Ro'zani tutadigan ma'lum vaqti bor. Hajni, umrani qiladigan ma'lum vaqti bor. Vaqti o'lchovi bor. Demak, muayyan vaqtdagina qilinadigan ibodatlar. Zikr esa uni muayyan vaqti yo'q. Zikr qalb bilan, til bilan bo'ladi, uni muayyan aniq vaqti yo'q, vaqtincha emas. Va aqimis solata li zikri deydi Alloh taolo Qur'onda. Meni zikr qilish uchun namozni to'kis ado qil. Qarang, namozdan ko'zlangan maqsad Allohning zikri bo'lyapti yana. Zikr valiylikning eshigi. Allohning do'sti, valisi bo'lishini xohlagan banda zikrni o'ziga lozim tutishligi kerak bo'ladi. Kimda zikr bor bo'lsa, demak u Alloh bilan bog'lana oladi. Kimda zikr yo'q bo'lsa, Allohdan uziladi. Zikr, birodarlar, qalbning hayoti va quvvati. Zikr qilgan odamning qalbi tirik bo'ladi, hayot bo'ladi va quvvatli bo'ladi. Qachon mana shu qalb, til zikrdan uziladigan bo'lsa, jasad qabrga aylanib qoladi. Zikr yurtning obodligi. Siz bilan bizning xonadonimiz faqatgina Allohning zikri bilan obod bo'ladi. Zikr mo'minning quroli. Mana shu zikr degan quroli bilan mo'min o'zini nafsini yomonligi va shaytonni vasvasasiga qarshi kurashadi. Agar shu qurol yo'q bo'lsa, nafsi va shaytoniga qul bo'ladi. Zikr bilan Allohga bo'lgan shavq o'ti o'chiriladi. Zikr bilan qalblar davolanadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar, deyapti Alloh taolo. Eshitib qo'yinglar, bilib qo'yinglar, qalblar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Tushunarlimi? Dunyo matohi bilan, pul bilan, mansab bilan, obro' bilan, mashhurlik bilan xotirjam bo'lmaydi. Siz bilan biz yaratgan Parvardigorimiz aytayapti, ogoh bo'linglar, eshitib qo'yinglar, bilib olinglar, qalblar faqat Allohning zikr qilishligi bilan orom bo'ladi. Aniq bilaylik, zikr qalbning hayoti. Qalb faqat zikr bilan tirik bo'ladi. Uylarimizda ana shu derazalarimizda gullarni terib qo'yganmiz, tuvakka ekib. Suv quyib turasiz, chiroyli o'sib turadi. Suv quymasangiz nima bo'ladi? Quriydi, o'ladi. Birodarlar, qalb ham uni suvi bor. Qalb uni hayoti bor. Mana shu zikr qalbning suvi bo'ladi, hayoti bo'ladi. Agar inson zikr qilmay qo'yar ekan Allohni, qalb kasal bo'ladi, quriydi, o'ladi. Astagfirullah. Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan, qalblari Allohni zikr qilish bilan orom oladigan zotlardir. Mo'minlar iymon keltirgan va ularning qalblari Allohni zikr qilganda orom oladi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikri bilan orom oladi. Hasan Basriy mana ulug' tobiinlardan. U kishi aytadi, halovatni 3 ta narsada qidiringlar. Mo'min odam mana shu 3 ta ishdan bittasida bo'lishligi kerak. Agar mana shu 3 ta ishdan bittasida bo'lar ekan, mo'min halovatda bo'ladi, qalbi oromda bo'ladi, sakinatda bo'ladi. Namozda, zikrda va Qur'on tilovatida. Agar deydi Hasan Basriy, zikrda, namozda, Qur'onda turib halovatni topsanglar, topdinglar.
Ammo namozda ham, zikrda ham, tilovatda ham uni topasanglar, bilinglarki, sizlar uchun Allohning eshiklari yopiq ekan. Birodarlar, doim Allohni zikr qilib yuradigan odamni hayoti osuda, qalbi xotirjam, sakinatda ekanligiga hayron bo'lmanglar. Doim zikrda yurgan odamni hayoti, qalbi osoyishta ekanligidan hayron bo'lmanglar. Buning o'rniga g'ofil insonlar, Allohni zikr qilishdan g'ofil bo'lganlar qana qilib kun kechiryapti, shunga hayron bo'linglar. Inson gohida o'zi bilan Robbisining o'rtasida bir to'siq borligini his qiladi. Samo eshiklari go'yoki yopiqdek. Qur'on tilovat qiladi, hech narsani his qilmaydi. O'tirib zikr qiladi, hech narsani his qilmaydi. Qur'on tilovat qiladi, hech narsani his qilmaydi. Bu nima degani? Bu qanaqa holat? Bu samo eshiklari siz uchun yopiq degani. Nima sababdan yopiq u eshik, bilasizmi? Demak, amalda nuqson bor. Namoz o'qib ham, Qur'on o'qib ham, zikr qilib ham inson qalbini Allohga bog'langanini his qilmadimi? Demak, bu inson hayotda bir chekkasida qolib ketgan inson ekan. Bunday odam uchun g'aflat ham, xushyorlik ham barobar ekan. O'zi aslida inson o'zini g'aflatda ekanligini his qilish uchun avval xushyor bo'lish qanaqa ekanligini his qilish kerak. Siz orom olib ko'rgan bo'lsangiz zikr bilan, Qur'on bilan, keyin shu narsadan uzilib qolganingizda nimadan mahrum bo'lganingizni bilasiz, chunki totib ko'rgansizda. Endi umuman bir marta ham Alloh bilan bog'lanib, qalbingizda sakinatni his qilmagan bo'lsangiz, doim g'aflatda bo'lgan bo'lsangiz, xushyorlikni, qalbni tirligini qayerdan tushunasiz? Qalbing uyg'onmi desa, ha deydi. Allohga bog'langanmi qalbing desa, ha deydi. Lekin aslida-chi? Inson Allohdan ajralib qolganligini his qilish uchun avval Allohga bog'lanib ko'rgan bo'lishligi kerak. Hasan Basri aytayapti, halovatni 3 ta narsada istaylar. Birinchisi namozda, zikrda, Qur'on tilovatida. Mana do'ppini bu yerga qo'yib qo'yib o'ylanib ko'ring-da. Uyda Qur'on o'qiysiz. Yoki zikr aytasiz o'tirib. Yoki namozda turasiz. O'sha halovatni his qilganmisiz biror marta? Kecha shu yerda tarovih o'qiyotgan akalarimizdan bittasi aytayapti, va shu keyingi 4 rakatda men shu narsani topdim deyapti. Uzildim dunyodan deydi. Salom bergandan keyin qaytdim bu yerga deydi. U xayoli bozorda, qo'yiga, mashinasiga ketgan emas. Haqiqatan dunyodan uzilgan, mana halovat. Eslab ko'ring-da, shu narsa bo'lganmi? Qarang, shunaqa narsa bor, totib ko'rgansizmi? Yo'q, totmagansiz, demak muammo bor. Endi amalimizda nuqson bor. Sahoba ikromlar namoz o'qiganda dunyodan uzilishgan. Urva ibn Zubayr roziyallohu anhu oyog'ini kesish kerak bo'ladi, oqsoqol odamni. Eslaymiz-da shuni. Muskil iching deyshadi. Yana shu mas qiladigan narsaki, ozgina mana bu hislarni o'ldiradi. Narkozda o'rnida. Deganda ichmayman muskirni deydi. Kesoringlar. Chidamingsiz desa to'xtanglar, men zikrda boshlayman deydi. Zikrga kiradi, dunyodan uziladi. Oyog'ini kesib bo'lishadi, zikrni to'xtatgan keyin hushidan ketadi og'riqdan. Ana qanaqa bo'lgan odamlar. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar. Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur. Inson o'zini qalbini beparvo tashab qo'ymasligi kerak. Bir aytishi mumkin. Alhamdulillah, musulmonman, namoz o'qiyman, aqidam to'g'ri. To'g'ri, go'zal, juda ham go'zal. Lekin qalbingchi? Qalbing tirikmi? Qalbing Allohga iqbol qilgan bo'lish kerak emasmi? Qalbing Allohga muhabbatli bo'lish kerak emasmi? Qalbingda Allohdan bo'lgan qo'rquv bilan umid bir vaqtni o'zida jamlanish kerak emasmi? Agar qalbimizni ishiga bee'tibor bo'ladigan bo'lsa, birodarlar, hayotda bir chekkasida qolib ketamiz. Demak, musulmon odamning qalbi 3 ta o'rinda halovat topadi. Namozda, Qur'onda, zikrda. Uchalasidan bittasida bo'lishimiz kerak bo'ladi. Agar eshiklar biz uchun yopiq bo'lganini ko'rsak, bilaylikki, amallarimizda kamchiligimiz bor. Birodarlar,
Shayton odam bolasini g'aflat bilan yengib qo'yadi. Shayton odam bolasini g'ofillik bilan, g'aflat bilan yengib qo'yadi. Endi xuddi shunga o'xshagandek banda shaytonni zikr bilan yengadi. Demak, yo siz shaytonni yengasiz zikr bilan, yo u sizni yengadi g'aflat bilan. Demak, siz yo g'olibsiz, yo mag'lubsiz. Uchinchi variant yo'q. Odamlarda juda ko'pchiligi mag'lub, g'ofil. Zikr solih amallarning ruhidir. Zikrsiz solih amal mayyitdir. Ya'ni qalbingiz bilan turibsiz, iqbol qilib Allohga namozda. Yoki she'rlardan uyalganingizdan turibsiz chiqib ketgani. O'zi chiqib ketgingiz kelyapti. Demak, qalb o'lik, chiqib ketavering uni bo'ladigan bo'lsa. Ehson qilgingiz yo'q. Qalbingiz bilan emas bu. Sheringizdan hijolat olgandan beryapsiz. Demak, o'lik bu amal. Demak, birodarlar, zikrsiz, tirik qalbsiz solih amallar o'lik bo'ladi. Hozirgi kunda birovga yaxshilik qilib bo'lmaydi degan gaplarni eshitib qolamiz, ha? Hozir birovning yaxshiligini biladigan zamon emas. Eshitamiz, ha? Ehtimol o'zimizdan ham chiqib qoladi. Bilasizmi kim aytadi bu gapni? Qalbi o'lik odam aytadi. Agar insonni qalbi o'lik bo'lsa va mana shu holatida solih amal qiladigan bo'lsa, uning bu amali ko'proq odamlarni rozi qilish tarafiga oqib ketadi. Nifoqqa oqib ketadi. Riyoga, xo'ja ko'rsinga oqib ketadi. Qaytaraman. Agar insonni qalbi o'lik bo'lsa, zikr bilan tiriltirib olmagan bo'lsa, qalbi o'lik bo'lsa, g'ofil bo'lsa, shu holatda qilgan savob amallaridan odamlardan mukofotni kutishni boshlaydi. Odamlardan rahmatni, minnatdorchilik kutishni boshlaydi. Agar uni bu yaxshiligiga minnatdorchilik bildirishmasa, uni maqtashmasa, qadrlashmasa, jazavaga tushadi. Alamlanadi, minnat qiladi. Bu amal uchun maqtovni kutadi. Qilgan amalingiz uchun maqtovni kutayotganligingiz, birodar, qalbingizni o'likligiga dalolat. Tushunarlimi? Hech kim rahmat demaydi-da. Chakananingiz qilib qo'yganingiz yo'q. Qanchadir savlab qo'ygansiz, qanchadir yordam qildingiz, hech kim nomard deydi. Rahmat ham deb qo'ymadi-ya, qara deysiz. Demak, qalbingiz o'lik holda qildingiz bu savobni. Musulmon odam qanaqa bo'lardi agar qalbi tirik bo'lib turib savob amal qilsa? Yashirarmidi? Yashirarmidi yo ko'z-ko'z qilarmidi? Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu kunda aytadigan zikrlari bor. Ya Rasululloh, har kuni aytadigan zikrlarimni qanchasi sizga salovat bo'lsin? Rasululloh aytdilar, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Kunda aytadigan zikrlarimni 3 dan biri sizning zikringiz bo'lsinmi? Masalan, 1 soat zikr aytadigan bo'lsa ertalab, shundan 3 dan biri sizga salovat bo'lsinmi? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmi sizga salovat bo'lsinmi? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Hamma zikrim sizga salovat bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qarab turib, "Idan tukfa hammuka va yughfaru dambuka" dedilar. Unday bo'lsa, gunohlaringiz kechirilishi, g'amlaringiz hal bo'lishiga kifoya qilar ekan-da dedilar. Qanday endi? Domla bir kunda 1 soat salovat aytib qo'ysam, shu bilan problema hal bo'lib qoladimi? Ha, bizniki hal bo'ladi, seniki hal bo'lmaydi. Nima uchun seniki hal bo'lmaydi? Sen ishonmayapsan. Seniki hal bo'ladi. Sen million marta aytsang ham hal bo'lmaydi. Chunki Rasulullohning so'zini aqidaga olmayapsan, iymonga. Birodarlar, bizning muammoimiz shunda. E'tiqodimiz, ishonchimiz sus. Gunohlaringni kechirilishiga kifoya qiladi, g'amlaringni yechilishiga kifoya qiladi. Demak, birodarlar, zikr bu qalbning hayoti. Zikr bu qalbning suvi. Qalb faqatgina Allohning zikri bilan tirik bo'ladi. Qalb faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Zikr mo'minni shaytonga va nafsiga qarshi bo'lgan quroli. Inson zikr bilan shayton va nafsini yengadi yoki shayton uni g'aflat bilan yengib qo'yadi.
inson yo g'olib bo'ladi, yo mag'lub bo'ladi. Tazkiyatun nafs silsila darslaridan birodarlar, zikr manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Zikr shaytonni quvadi va savalaydi. Zikr Alloh taoloning rozi bo'lishiga sabab. Zikr g'am anduhlarni ko'tarilishiga sabab. Zikr shodlik va sururga sabab. Zikr qalb va badanning quvvatli bo'lishiga sabab. Zikr qalb va yuzni nurli bo'lishiga sabab. Zikr rizqning keng bo'lishiga sabab. Zikr mahobat, halovat va go'zallikka yetishga sabab. Zikr Alloh taoloning muhabbatiga sabab. Zikr Alloh yaqin bo'lishga sabab. Zikr ihson martabasiga yetishga sabab. Zikr Allohga qaytishni o'rgatadi. Zikr ma'rifat eshigini ochadi. Zikr sababli Alloh bandani zikr qiladi. Zikr qalbning tirik bo'lishiga sabab. Birodarlar, zikr Alloh taolo aytgan vala zikrullohi akbar. Allohni zikr qilishlik, Allohning zikri eng buyuk narsa. Zikr eng buyuk narsa. Qur'oni Karimda zikr 10 xil vajh bilan vorid bo'lgan. Bugun shularni o'qiymiz. Birinchisi, Alloh taolo zikr qilishga mutlaq va muqayyat buyurgan. Ikkinchisi, zikrning ziddi bo'lgan g'aflatdan qaytargan. G'aflatdan va unutishlikdan Alloh taolo siz bilan bizni qaytargan. Uchinchisi, najot va yutuqni zikrni ko'p va davomiy aytishga bog'lab qo'ygan. To'rtinchisi, ahli zikrlarni Alloh maqtagan. Ular uchun mag'firat bor, ular uchun jannat bor deyilgan. Beshinchisi, zikrga beparvo bo'lgan insonlar hasrat va nadomatda bo'lishlari xabar berilgan. Oltinchisi, banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu bandani o'zi zikr qiladi. Yettinchisi, eng buyuk narsa bu Alloh taoloning zikri. Qur'onda shunday deyilgan: "Va la zikrullohi akbar." Allohning zikri hamma narsadan ulug'. 8-inchisi, Alloh taoloni zikr qilsagina inson Allohning oyatlaridan foydalanadi. 9-inchisi, Alloh taolo zikrni amallarning hammasiga qarina qilib qo'ygan. 10-inchisi, zikr Alloh taoloning roziligiga sabab bo'ladi. Mana shu 10 ta vajhni, Qur'onda kelgan 10 ta vajhni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Zikr haqida 10 xil vajh kelyapti, birodarlar. Shuni o'zi siz bilan bizga bu amal qanchalar ulug' ibodat, qanchalar ulug' amal ekanligini ko'rsatib beradi. Birinchi vajh. Alloh taolo zikrga mutlaq va muqayyat suratda amr qilgan. Mutlaq amr. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kaseera. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Bu mutlaq amr. Allohni eslatganki narsani gapirar ekansiz, qilar ekansiz, bu zikr bo'ladi. Tasbih aytdingiz, zikr. Qur'on tilovat qildingiz, zikr. Amr ma'ruf nahiy qildingiz, zikr. Tasbih, tahlil, takbir, bularning hammasi zikr. Demak, Allohni eslatadiganki narsa bu zikr bo'ladi, bu mutlaq suratda aytildi. Endi muqayyat, bog'langan holda aytildi. Astagfirullah. Wadkur robbaka fi nafsika tadarruan wa hifa wa dunal jahr min al-qawl bil ghuduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Parvardigoringizni ichingizda yolvorib, qo'rqib, dildan erta-yu kech yod qiling va g'ofil kimsalardan bo'lmang. Demak, zikr oshkora bo'ladi, maxfiy bo'ladi. Xorlik bilan bo'ladi, huzu bilan bo'ladi, qo'rquv bilan bo'ladi. Mana shu narsalarga bog'langan bo'ladi zikr. Qalbing bilan ham, tiling bilan ham Allohni zikr qilishing kerak. Demak, birinchi vajh, Alloh taolo zikrga buyurdi, mutlaq va muqayyat. Ikkinchi vajh. Alloh taolo zikrdan g'aflatda qolishlikdan man qildi. Unutish va g'aflatdan qaytardi. Vala takum minal g'ofilin. G'ofil kimsalardan bo'lmang. Vazkur robbaka idza nasita. Agar unutib qo'ysang, xayolingdan ko'tarib qo'ygan bo'lsa, insonsan banda, darrov Robbini zikr qilgin. Darrov Robbini zikr qilgin. Nimadan g'ofil bo'lma? Allohning zikridan.
Birodarlar, hayotimizdagi eng xatarli narsa bu g'aflatda bo'lishlik. Ko'p odamlar g'ofillik, g'aflat uyqusida yashaydi. Uyquda bo'ladi, lekin uxlayotganligini bilmaydi. Bundaylar uyg'onadi. Bir kun albatta uyg'onadi. Qachon uyg'onadi? O'lganidan keyin. Alloh taolo aytadi: "Fazarhum yahuzu va yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun." Bas, bunaqalarni tark qiling. Va'da qilingan kunga ro'baro bo'lgunlaricha nohaq yo'llarda sho'ng'ib, o'z dunyolarida o'ynab kulib yuraversin. Shular bir kun keladi, uyg'onishadi. G'aflatda yashaganligini biladi, lekin vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Birodarlar, hayot bizni ishlatib yuboradi. Shunaqa bir tushuncha bor. Hayot bizni ishlatib yuboradi. Nima degani? Bitta ishni tugatding, ikkinchisi chiqadi. Bitta g'amingni hal qilding, bitta muammoni yechding, orqasidan ikkinchisi chiqadi. Shunday qilib, muammo ketidan muammo, ish ketidan ish paydo bo'laveradi, qarabsizki, hayot o'tib ketib qoladi. Hayot siz bilan bizni ishlatib yuboradi. Agar birodar seni qilayotgan mana shu dunyodagi ishlaring, tijorating, kasbing, muomalang hamma vaqtingni egallab qo'ygan bo'lsa, Allohni zikr qilishdan to'sib qo'ygan bo'lsa, Allohni zikriga vaqting bo'lmayotgan bo'lsa, sen aniq hasrat nadomatdasan. Chunki mana shu ishlar seni g'ofil qilib qo'yapti. Namozni kech payt o'qib oladi hammasini, shomdan keyin. Bo'ladi. Endi o'qiymiz, bir ishlarimiz pensiyaga chiqqanda o'qiyman degan gap bo'lardi bir 30 yil burun. Eslayapsizlarmi shu gaplaringizni? Namoz o'qi deb enalar aytsa nima degan? 30 dan boshlayman derdi, ertaroq niyat qilganlari. 30 dan o'tganlar nima derdi? Va ana shu pensiyaga chiqqanda o'qiyman deganlar ham biz aytayotgandek g'aflatda qolgan odamlar. Birodarlar, g'aflat eng xatarli narsa. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah va la takunu kalladina nasulloha fa ansahum anfusahum ulayka humul fasiqun." Sizlar deyapti Alloh. Allohni unutib qo'yganligi sababli Alloh ularga o'zlarini kim ekanligini unuttirib qo'ygan kishilarga bo'lmanglar. Ana o'shalar haqiqiy itoatsiz fosiq kimsalardir. Bir qavm bor, Allohni unutuvdi, umuman unutuvdi, g'aflatda qoluvdi. Allohni unutganligi uchun Alloh ularni o'zlarini kim ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. G'arb olamini qarasangiz, u yerdagi odamlarning ayrimlari erkakka uylanyapti. Ayol ayolga uylanyapti. Ayol kishi erkak kishiman deb, erkak kishi ayol kishiman deb pasport olyapti. Ahmoq emas ular, aqlli insonlar. Dunyo ishlarida siz bilan biz ularga yetishimizga bir 100 yil bor. Dunyo ilm fanida, taraqqiyotida o'tib ketdi bizdan. Lekin Allohni unutib qo'yganligi uchun Alloh ularni inson ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. Nima uchun bunday bo'ldi ular? Allohni unutishgan edi. O'xshatish mumkin bo'lsa, relsda ustida ketayotgan poyezd yoki uni vagoni faqat relsda ustida to'g'ri turadi. Agar relsdan tushirib qo'ysangiz, tamom u poyezd. Asfaltga tushirasizmi, mramorga tushirasizmi, tuproqqa tushirasizmi, tamom, botib qoladi, siyg'alanib ketadi, xullas tamom bo'ladi. Poyezd va uni vagoni faqat relsda to'g'ri yurganidek, inson o'zini insonligini unutmaydi agar Allohni unutmasa. Allohni unutdimi? Tugadi. Birodarlar, Allohni unutganligi uchun ular Alloh ularni o'zlarini kim ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. Ular itoatsiz kimsalar. Mana shularga bo'lib qolmanglar deyapti. Alloh sen bilan meni birodar zikrga buyurdi. Mutlaq va muqayyat suratda. Qo'rquv bilan, umid bilan, tazarru bilan, oshkora va maxfiy. Va g'ofil bo'lma deyapti. Va la takum minal g'ofilin. Allohni unutishdi. Shuning uchun bular bu dunyoga nimaga kelganligini unutib qo'yishdi. Nimaga yashayotganini unutib qo'yishdi. Ustidagi taklifotni unutishdi, omonatni unutishdi, solih amalni unutishdi.
Bu ham yetmagandek o'zini ham kimligini unutib qo'ydi. Biz nimani o'rganyapmiz o'zi? Biz nafs tarbiyasini o'rganyapmiz. Qalb tarbiyasini o'rganyapmiz. Nima uchun namozda turganimizda ko'zimizga yosh kelmayapti? Shuni sababini o'rganyapmiz. Nima uchun qalblarimiz qatib ketgan? Nimaga bir yumshoqlik yo'q? Nimaga ko'z yoshi yo'q? Nimaga? Mana shu tasavvufdan uzoq bo'lib ketganimiz uchun. Nafs, qalb tarbiyasidan uzoq bo'lib ketgan. Biz shuni o'rganyapmiz. Uchinchi vajh, najot va yutuq Alloh azza va jallaning zikriga bog'lab qo'yildi. Falonchi hayotda muvaffaqiyatga erishdi deyiladi. Bu nima degani? Hayotda uni topdi degani. Bir ilmni, kasbni, hunarni puxta egalladi degani. Mana shu sababli jamiyatda topish tutish yaxshi bo'ldi, bekami ko'z yashadi, oila qurdi, farzandli bo'ldi, jamiyatda muvaffaqiyatga erishdi, yutuqqa erishdi, e'tiborga erishdi, hurmatga erishdi. Ha, bu dunyo maydonida bir odamni erishgan narsasi yutuq deyiladi. Dunyo maydonida bir yutuqqa erishdi deyiladi, lekin haqiqiy yutuq emas, birodarlar. Chunki bu aytilgan narsalar ilm, hunar, martaba, oila, pul Allohni tanimaganlarga ham berilyapti naryoqda, g'arb olamida. Biz aytayotgan yutuq faqat dunyo maydonida yutuq emas. Ha birodarlar, boylar, mansabdorlar, quvvat egalari dunyoda muvaffaqiyatga erishdi. Halolmi, harommi, biroda haqqimi, yo'qmi, nima bo'lganda ham bir narsaga erishdi. Ammo haqiqiy yutuq birodarlar, oxiratdagi yutuq, oxirat hayotidagi muvaffaqiyat. Agar mana shu joyda yutgan bo'lsangiz, haqiqiy yutuqqa muvaffaqiyatga erishdingiz. Mana oramizda badavlat odamlar bor, o'rtahol odamlar bor, kambag'al odamlar bor. Boy deymiz, o'rtahol deymiz, kambag'al deymiz. Biz deymiz buni. Lekin Ali ibn Abi Talibda bir ajib so'zi bor ekan. Bu ulug' sahobiy aytadiki, boylik va faqirlik Allohga ro'baro bo'linganidan keyin ma'lum bo'ladi. Kimni haqiqiy boy bo'lgani, kimni haqiqiy faqir bo'lgani Allohga ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi deydi. Agar shu falsafadan, shu tasavvurdan kelib chiqib turib aytadigan bo'lsak, kim haq, kim nohaq qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kim yutdi, kim yutkizdi qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kim haqiqiy aziz, kim xor qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kimni past, kimni oliy ekanligi ham Allohga ro'baro bo'lgandan keyin ma'lum bo'ladi. Ungacha birodarlar, dunyoda aytyapmiz-da, ona yutdi, mana yutkizdi, ona oliy, mana past, mana boy, mana kambag'al deb. Haqiqiy kulgan qachon kuladi? Qiyomat kunidagi kulgu haqiqiy kulgu bo'ladi. Falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun. Bu dunyoda kofirlar musulmonlar ustidan kulyaptimi? Har narsasini aytib kulyapti, masxaralab. Alloh aytayapti, falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun. Endi bu kunda deydi, qiyomat kunida mo'minlar kofirlarning ustidan kuladi deydi. Ana shu kulgi haqiqiy kulgi bo'ladi. Alloh ana shu kulgida kulishlikni hammamizga nasib qilsin. Agar ikki dunyoda yutuqqa erishishni istasang, haqiqiy saodatli, baxtli insonlardan bo'lishini xohlasang, birodar, Allohni ko'p zikr qil. Hatto dushmanga ro'baro bo'lganingizda, dushmandan g'olib bo'lish uchun ham Allohni ko'p zikr qilishingiz kerak. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, agar dushman toifaga ro'baro bo'lsanglar, jang maydonida dushman qo'shiniga ro'baro bo'lsanglar, sobit turinglar va Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat g'alabaga erishsanglar. Shoyat g'alabaga erishsanglar, yutuqqa erishsanglar. Nima qilsanglar yutuqqa erishasizlar? Allohni ko'p zikr qilsanglar. Mo'g'ul tatar balosi bu insoniyatning ustiga kelgan. Xususan musulmon ummatiga balo bo'lib keldi. Ya'juj Ma'juj mashlarmikin degan xayol kelib qoldi odamlarning kallasiga.
Mo'g'ullarni yengib bo'lmaydi degan tasavvur kirib qoldi odamlarning kallasiga. Ana shu mo'g'ullarni shavkatini sindirgan, ularni ayni Jolut ma'rakasida mag'lub qilgan musulmon sultonlari, Sulton Bebars, Sayfuddin Qutuz. Ana shu hal qiluvchi ayni Jolut ma'rakasida jang bo'lishdan avvalgi kechada, jangdan avvalgi kechada bu muzaffar qo'shin nima bilan mashg'ul bo'ldi, bilasizlarmi? Mana shu ulug' sultonlarning pirlari, ustozlari qo'shinni kechasi bilan Allohga duo iltijo qilib, kechasi bilan zikr bilan band bo'lishini buyurdi. Qo'shin shunday qildi. Qo'shin uxlamadi, kechasi bilan zikrda bo'ldi, iltijo qildi, ko'p zikrda bo'lishdi. Natija qanday bo'ldi? Alloh azza va jalla bu sultonlarga, bu musulmon lashkariga g'alabani berdi. Va la zikrullohi akbar. Allohning zikri hamma narsadan buyuk dedimi Alloh? Shuning uchun Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat g'olib bo'lsanglar, hamma ishda. Allohni qalbingda zikr qil, birodar. Tilingda zikr qil, birodar. Odamlarga eslat Allohni. Qanaqa majlisda o'tirma, yig'in bo'lsa, Allohni zikr qilishlik kerak. Agar shunday qilsang, qalbing xotirjamlikka to'ladi. Atrofingdagilarni chehralari ochiladi. Sendan xursand bo'lishadi. Agar dunyoni zikr qilsang, odamlar atrofingda o'tirmay tarqaydi. Chunki dunyodan Alloh taolo hammaga ulushni har xil berganda, dunyo matohidan ulush har xil berilganda, ammo Allohning zikriga hammaning imkoniyati teng. Vodkurulloha katiron la'allakum tuflihun. Va doim Allohni yod etingiz, shoyat najot topursiz. Nimani gapirdik? Alloh taolo zikrni mutlaq va muqayyat qilib buyurdi. Ya'ni mutlaq zikr qilishimiz kerak va muqayyat zikr qilishimiz kerak. Ikkinchi vajh nima bo'ldi? Unutish va g'aflatdan Alloh taolo qaytardi. Uchinchi vajh. Najot va yutuqni Allohning zikriga bog'lab qo'ydi. Inson Allohni zikr qilar ekan, albatta yutuq va g'alabaga erishadi. Tazkiyatun nafs silsila darslaridan birodarlar, zikr manzilatini o'qitganda bugun 3-darsimiz. Zikr qalb va ruhning quvvatiga sabab bo'ladi. Zikr qalbning poklanishiga sabab bo'ladi. Zikr xatolarning yuvilishiga sabab bo'ladi. Zikr Allohning azobidan qutulishga sabab bo'ladi. Zikr sakinat va rahmatni kelishiga sabab bo'ladi. Zikr majlislarimizga farishtalar keladi. Farishtalarni kelishligi majlislarimizga zikr sababli bo'ladi. Zikr majlislari farishtalar majlisidir. Zikr zokirni ham, uning hasm suhbatini ham saodatli qiladi. Zikr qiyomatdagi afsus nadomatdan qutulishga sabab bo'ladi. Zikr sababli Alloh zokirga boshqalarga beradigan atolardan ko'ra afzalrog'ini beradi. Hadis qudusiyda keladi. Qaysi banda meni zikr qilishligi bilan shunday ovora bo'lsa ki, so'raydigan narsasi esdan chiqib qolsa, Allohni shunaqa ko'p zikr qiladiki, duo qilib so'rash esdan chiqib qoladi. Agar shu darajada zikrda ko'p qoladigan bo'lsa, atini aytib so'rayotganlarning so'raganidan ko'ra yaxshirog'ini beraman deydi. Zikr eng oson, eng afzal, eng ulug' ibodat. Zikr jannatning ekinzori. Zikr uchun va'da qilingan ato va fazillar boshqa amallarga va'da qilinmagan. Allohni doim zikr qilish bandani ikki dunyodagi saodatga sabab bo'ladi. Zikr mo'min uchun bu dunyoda va qabrda nur bo'ladi. Demak, birodarlar, zikr manzilatini o'qiyapmiz. Zikr Qur'onda 10 xil vajh bilan keltirilgan dedik. 3 ta vajhini o'qigan edik. 4-sini o'qiymiz. 4-vajh. Alloh taolo bu toifani maqtadi. Astagfirullah. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sodiqina was sodiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat
val hafizina furujahum val hafizat vaz zakirinalloha kaseeran vaz zakirat a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Alloh taolo aytadi, albatta muslim va muslimalar, mo'min va mo'minalar, itoatgo'y erkaklar, itoatgo'y ayollar, rostgo'y erkaklar, rostgo'y ayollar, sabr qanoat qiluvchi erkaklar va sabr qanoat qiluvchi ayollar, tavozuli erkaklar va tavozuli ayollar, xayr sadaqa qiluvchi erkaklar va xayr sadaqa qiluvchi ayollar, roza tutuvchi erkaklar va roza tutuvchi ayollar, avratlarini haromdan saqlaguvchi erkaklar va ayollar, Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, ya'ni jannat tayyorlab qo'ygandir. Demak, faqat zikr qiluvchilar emas, ko'p zikr qiluvchilar va zakirinalloha kaseeran va zakirat. Faqatgina zikr emas, ko'p zikr. Chunki oyatda mutlaq buyurdi. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kaseeran. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. 5-vajh. Alloh taolo zikrga beparvo bo'lganlarni hasron nadomatda qolishini xabarini qildi. Zikrdan g'aflatda bo'lgan inson hasrat nadomatda qoladi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun. Ey mu'minlar, na moli dunyoylar va na bola chaqanglar sizlarni Allohning zikridan to'sib qo'ymasin. Allohni zikr qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin. Kim shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Biz zikrdan nima sababli to'silyapmiz? Ishimiz, tirikchiligimiz, tijoratimiz, dunyoviy ishlarimiz. Agar shu narsalarimiz zikrdan to'ssa, Alloh aytayapti, ziyon ko'ruvchi bo'larsizlar sizlar. Agar bir odam ishim ko'p, tashvishim ko'p, dunyoviy mashg'ullik bo'ladigan bo'lsa, zikrga, ilm majlisiga beparvo bo'lsa, demak, mana shu oyatning ostiga kirib qoladi. 6-vajh. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh ham bandani zikr qiladi. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh ham bandani zikr qiladi. Endi siz Allohni zikr qilishingiz bilan Alloh sizni zikr qilishining farqi bor. Siz o'tirib 100 marta prezident haqida gapirdingiz. Endi prezident bir intervyusida sizni ateizm bir marta aytib o'tdi. Endi u bilan buni farqini ayting. Endi Alloh sizni zikr qilsa-chi? Alloh sizni zikr qilishini xohlaysizmi? Allohni zikr qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekanlar. Shu sahobalarning o'rtasidagi bir oddiy bir odam kirib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ahlan biman akhbarani Jibril biqudumihi." Rasululloh aytdilar: "Kelishini Jabroil menga xabar qilgan kishi, kelishini Jabroil menga xabar qilgan zot, xush kelibsiz" dedi. Ya'ni sizni kelishingizni Jabroil aytib turibdi hozir menga dedi. Shunda boyagi sahoba menga o'xshagan odam-da, bu Umar ibn Xattob emas, Abu Bakr Siddiq emas, Xolid ibn Valid emas. Lekin shu oddiy sahobani kelishligini Jabroil alayhisalom payg'ambarimizga xabarni berib turibdi. Sizni kelishingizni Jabroil menga aytib turibdi hozir dedi. Deganida menga o'xshagan odam-da dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Na'am ya axi, xomilun fil ard, alamun fis sama." Ha, yerda notanish, samoda esa ma'lum, mashhur insonsiz dedi. Nima uchun Alloh Jabroilga aytayapti, borib ayt falonchi keladi dedi. Bu banda Allohni ko'p zikr qilgan, Alloh zikr qildi, Jabroil alayhisalom payg'ambarimizga kelib aytayapti. Bitta zikr bilan. Bitta zikr bilan. Fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun. Bas meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Menga shukr qilinglar, kufron ne'mat qilmanglar. Maktabda o'qigansiz, sinfdoshingiz bo'lar edi. Bitirdinglar, yillar o'tdi,
haligi sinfdoshingiz bir mansabga erishdi, xullas prezident bo'lib ketdi xullas. Endi prezident sizni sinfdoshingiz. Ana shu berayotgan intervyularning bittasida sizni eslab o'tdi. Falonchi meni do'stim edi, maktabda birga o'qigan edik, manaqa odamni ikki og'iz so'z bilan eslab qo'ydi. Bilasizmi qanaqa xursand bo'lasiz? Endi sizni Jabroil eslayotgan bo'lsa-chi? Alloh eslayotgan bo'lsa-chi? Birodarlar, Alloh siz bilan bizni eslasa, yutdik. 7-vajh vala zikrullohi akbar. Allohning zikri eng buyuk narsa. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab va aqimis sola innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar vala zikrullohi akbar vallohu ya'lamu ma tasna'un. Ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingizga vahiy qilingan kitob, Qur'ondan bo'lgan oyatlarni tilovat qiling va namozni to'kis ado qiling. Albatta namoz buzuqlik va yomonlikdan to'sur. Aniqki, Allohni zikr qilmoq barcha narsadan ulug'roqdir. Alloh qilayotgan ishlaringizni bilib turuvchidir. Vala zikrullohi akbar. Allohni zikr qilish har qanaqa amaldan ulug'. Chunki namozdan maqsad ham Allohni eslash, zikr. Ro'zadan ham maqsad Allohni eslash, zikr. Jumadan ham maqsad Allohni eslash, zikr. Hajdan ko'zlangan maqsad ham Allohni eslashlik, zikr. Vala zikrullohi akbar. Chunki Allohni zikr qilish, birodarlar, Allohni zikri hamma narsani o'z ichiga oladi. Namoz degan ulug' narsa ham zikr, sajda, ruku, qiyom degan ulug' narsa ham zikr, birodarlar. Mana Alloh taolo aytadi. Roza haqida, men roza tutyapmiz hozir. Ramazon rozasini tugatganimizdan keyin hayit o'qiymiz namozini. Nimaga hayit kuni takbir aytinglar deyiladi? Nima uchun hayit kuni takbir aytishlik joriy qilingan? Zikr uchun. Astagfirullah va litukmilul iddata va litukabbirulloha ala ma hadakum va la'allakum tashkurun. Bu sanoqni to'ldirishingiz va hidoyat qilgani sababli Allohni ulug'lashingiz uchun shoyat shukr qilsangiz. Demak, takbir aytishdan maqsad ham Allohni zikr qilishlik. Yana haj amalan anasikakum fadhkurulloha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra. Endi marosimlarni ado qilib bo'lgach, ya'ni haj amallarini qilib bo'lganlardan keyin, haj amallarini qilib bitirganinglardan keyin Allohni ajdodlaringizni, bobolaringizni eslagandek, balki undan da qattiqroq eslang. Hajdan keyin ham nima qiling deyapti Alloh? Zikr qiling, Allohni eslang deyapti. Namoz ham, roza ham, haj ham zikr bilan tomonga ketyapti. Astagfirullah. Fa iza qadaytumus solata fazkurulloha qiyaman va qu'udan va ala junubikum. Namozni ado qilib bo'lganingizdan keyin ham turgan, o'tirgan, yonboshlagan paytingizda doim Allohni zikr qiling. Namozdan keyin ham zikr deyilyapti, birodarlar. Juma namozi. Juma namozini o'qib olamiz. Jumadan keyin ham, birodarlar, zikr gapirilgan. Astagfirullah. Fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Endi qachon namoz ado qilingach, qaysi namoz? Juma namozi. Yerga tarqalib Allohning fazl marhamatidan rizq ro'z istanglar. Vazkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Juma o'qib bo'ldinglar. Endi rizq talab qilib tarqalinglar va Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat najot topsanglar. E'tibor beryapsizlarmi? Namoz bo'lsin, roza bo'lsin, haj bo'lsin, juma namozi bo'lsin, hammasidan ko'zlangan maqsad Allohning zikri bo'lyapti. Agar mana shu amallarni qilib turib Allohni eslamayotgan bo'lsak, bu amallarning ichida Alloh taolaning zikri bo'lmayotgan bo'lsa, u g'aflat bilan qilingan ibodat bo'ladi. 8-vajh. Faqat zokir insonlargina Allohning oyatlaridan foydalanadi. G'arb odami, g'arb kishisi bu dunyoni noz ne'matlaridan g'arib suratda foydalandi. Moddalarning xususiyatini bildi. Ana shu moddalardan o'zi xohlagancha foydalandi. Ammo ulardan mana shu ne'matlarni ato qilgan zotga tegishlisini bermadi. Koinotda Alloh taolaning qo'ygan oyatlari bor.
Osmon, burjlar, yulduzlar, yer, okean, nabotot, hasharot, o'simlik, jonivorlar. Bularni Alloh taolo hammasini o'zi yaratgan. Allohni zikr qilgan zokir banda ularga qarab turib foyda oladi. Mana aytdik-ku, ertalab chiqsiz ko'chaga, azondan keyin qushlar sayraydi. Kimdir qushlarni sayragani eshitadi, lekin qalbi yuksalgan inson bo'lsa, tasbihni eshitadi. Suv tagidagi jonivorlarni ko'rsatyapti televizorlarda, ko'rib turib subhanalloh deysiz. Hayvonlarning ichida bo'layotgan bir ajoyibotlarni o'rganib turib suratga olib ko'rsatyapti, gapirib tushuntiryapti, yoqingizni ushlayapti, subhanalloh deyapsiz. Allohni zikr qilgan banda bu koinotdagi mo'jizalarga, alomatlarga qarab turib foyda oladi. Aqli lol qoladi. Allohning azamatiga tan beradi, uni qudratini ko'rib turib iymoni quvvatlanadi. Yana ham Allohga bo'lgan muhabbati oshadi, e'timodi kuchayadi. Demak, atrofdagi, ofoqdagi oyat, mo'jizalarni, alomatlarni ko'rib turib, kim ulardan foyda oladi o'ziga desa, Allohni ko'p zikr qilgan banda. Dalil: Inna fi xalqis samawati val ard va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashinib turishida aql egalari uchun oyat, alomatlar borligi shubhasizdir. Endi kim oladi mana shu oyatlardan xulosani, foydani kim oladi? Allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Bu koinotdagi narsalarga qarab kim foyda oladi? Ular shunaqa odamlarki, turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni zikr qiladi. Allohni ko'p zikr qilgan odamgina kavniy oyatlarga qarab turib, ulardan foyda oladi. Birodar, sen dunyo ilmlarida katta natijalarga erishgan bo'lishi mumkin. Alloh taoloning oyatlarini ko'rgan bo'lishing ham mumkin. Tabobatni, ximiya, fizikani, astronomiyani o'rganib turib, boshqalar bilmagan narsalar bilishing mumkin. Kosmosga chiqib turib, yer kurrasini ko'zing bilan ko'rgan bo'lishi ham mumkin. Mikroskopga qarab turib, aqlda lol qoldiradigan narsalarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Odamlar tasavvur qila olmaydigan narsalardan xabaring bo'lishi mumkin. Ammo shu holatingda sen zokirlardan, Allohni ko'p zikr qiluvchilardan bo'lmasang, demak sen bu oyatlardan foyda olmabsan. O oyatlardan faqatgina Allohni ko'p zikr qilgan odamlar foyda oladi. Tabiatda mo'jizasi deb turaveradi-da. Tabiat shunaqa qilib yaratib qo'yibdi deydi. Ammo Allohni tanigan odam, Allohni ko'p zikr qilgan odam har bitta shu aqlda lol qoldiradigan narsani ko'rganda subhanalloh deydi. Iymoniga nima qo'shiladi? Quvvat qo'shiladi. Tazkiyatun nafs silsila darslaridan birodarlar, zikr manzilatini o'qiyotgan edik. Bugun 4-darsimiz. Zikr qalbni g'aflat uyqusidan uyg'otadi. Ma'rifat mevalarini beradi. Zikr mo'minni Robbisiga yaqin qiladi. Zikr qul ozod qilish va nafaqalarga teng bo'lgan ibodat. Zikr shukrning boshidir. Allohni zikr qilmagan inson Allohga shukr keltirmagan inson bo'ladi. Zikr qalbdagi qasovatni, qattiqligini ketkazadi. Qalbni yumshatadi. Zikr ne'matlarni jalb qiladi. Zikr baloyu ofatlarni daf qiladi. Zikr etgan bandaga Alloh taoloning va farishtalarning salovati bo'ladi. Zikr bandaga Alloh va farishtalarning salovatini jalb qiladi. Alloh zokir bandalarini maqtaydi. Doimiy zikrda yurgan inson jannatga kulgan holida kiradi. Zikr ibodat qilishdagi eng katta yordamchidir. Zikr bandadagi quvvat va g'ayratning sababidir. Jannat hovlilari zikr bilan bino qilinadi. Zokir zikrdan to'xtasa, farishtalar ham jannatdagi hovlini bino qilishni to'xtatishadi. Farishtalar zokir uchun istig'for aytishadi. Birodarlar, zikr manzilatini o'qiyapmiz. Qur'oni Karimda zikr 10 xil vajhda kelgan dedik, 9-vajhga keldik. 9-vajh. Zikr hamma solih amallarning qarinasidir.
Ya'ni solih amallarning hammasida zikr bo'lishligi kerak dedi ulamolar. Solih amal bor, yonida albatta zikr bo'lishligi kerak. Chunki Alloh taolo aqimis solata li zikri dedi. Meni zikrim uchun namozni qoyim qiling. Kishi namoz o'qisa, lekin tilida, qalbida haqiqatan Allohni eslamaydigan bo'lsa, bu namozi komil namoz deyilmaydi. Namoz bilan zikr birga bo'lish kerak. Roza bilan zikr birga bo'lish kerak. Haj bilan zikr birga bo'lishligi kerak. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innama ju'ilat tawafu bil bayt va bis safa val marwa va ramyul jimar li iqomati zikrillahi azza va jalla." Albatta baytni tavof qilish hamda Safo va Marvada yurish, shaytonga tosh otish Allohning zikrini qoyim qilish uchun qilindi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hajni boshidan oxirigacha bo'ladigan amallari dan maqsad Allohning zikrini qoyim qilishlik. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu va zkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Hatto jang maydonida kofirlar bilan musulmonlar jang qilar ekan, mana shu o'rinda ham zikr bo'lishligi shart. Chunki Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, kofir jamoaga ro'baro bo'lganinglarda sobit bo'linglar, sabotli bo'linglar va doim Allohni zikr qilinglar, shoyat najotga erishsanglar." Ko'ring, namozda ham, ro'zada ham, hajda ham, jihodda ham Allohning zikri talab qilinyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Sabaqal mufarridun." Imom Muslimda keltiriladi bu hadis. Mufarridlar o'zib ketdi. Ya'ni savobga erishishlikda mufarrid bandalar o'zib ketdi. Va mal mufarridun ya Rasululloh. Mufarridlar kimlar ya Rasululloh? Rasululloh javob berdilar: "Az-zakirunalloha katiran va zakirat." Allohni ko'p zikr qilgan erkaklar va Allohni ko'p zikr qilgan ayollar. Mana shu bandalar savob amallarda hammadan o'zib ketishdi. Siz bilan biz bir piyola suv ichyapmiz, bismillah deymiz. Ichib bo'lganimizdan keyin alhamdulillah deymiz. Mana shu zikr. Farzandlarimizga ko'zimiz tushgan paytda ko'zimizni quvonchi alhamdulillah deymiz. Bu ham Allohning zikri. Alloh taolo sizga bergan nimaiki ne'mat bo'lsa, ana shuni ko'rib turib Allohni eslayapsizmi? Demak, zokirsiz. Mana shunda siz bilan biz g'ofil bo'lmagan zokir banda bo'lamiz. Mana shu atrofimizdagi borliq bizga doimiy suratda Alloh taoloni eslatib turishligi kerak bo'ladi. Mana keyingi o'qilgan hadisimiz yana zikrda qanchalar fazilati ulug' ekanligini siz bilan bizga bayon qiladi. Ana Abi Dardo radhiyallohu anhu qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ala unabbikum bi khayri a'malikum." Rasululloh aytibdilar: "Sizlarni qiladigan amallaringizda eng yaxshisini aytib beraymi? Va azkaha inda malikikum." Podshohlaringiz, ya'ni Robbingiz Alloh huzuridagi eng pokizasi haqida, darajangizni oliy qiladigani haqida, tilla va varaqni infoq qilishingizdan ko'ra yaxshiroq bo'lgani haqida, dushmaningizga yo'liqib, ular sizlarning bo'yinlaringizga urishlari va sizlar ularning bo'yinlariga urishingizdan ko'ra yaxshiroq amalni xabarini beraymi? Qarang, Allohning huzurida eng pokizasi, darajamizni ko'taradigani, xayr infoq ihson qilgandan yaxshirog'i, jihoddan ko'ra yaxshiroq bo'lgan amalni xabarini beraymi? Ha deyishdi sahobalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Zikrullohi taala." Alloh taoloning zikri. Har kuni birodarlar nafl namoz, nafl roza tuta olmaymiz. Har kuni nafl sadaqalarni qila olmaymiz, chunki imkoniyatimiz cheklangan, imkoniyatimiz har xil bo'ladi, kimda bor, kimda yo'q. Lekin zikr qilishlik mana shu ishlarda hammasidan ko'ra savobi ulug' bo'lgan amal deyilyapti. So'z bormi shundan keyin birodarlar? Savol bormi boshqa? Yo'q. Eng yaxshi amal nima ekan? Zikr. Chunki Alloh taolo aytdi: "Va la zikrullohi akbar." Allohni zikr qilishlik eng buyuk narsa. Rasululloh mana shu zikrning fazilatini siz bilan bizga bildirib yana aytadilar: "La yaqudu qawmun yadhkurunalloha azza va jalla illa khaffathumul malaika." Bir toifa odamlar, bir qavm biror bir joyda o'tirib Alloh taoloni zikr qilishadigan bo'lsa, ularni maloikalar o'rab oladi.
Va g'ashiyatuhumur rahma. Ularni rahmat qoplaydi. Va nazalat alayhimus sakina. Ularning ustiga osoyishtalik, sakina tushadi. Va zakarahumullohu fi man indahu. Va mana shu bandalarni Alloh o'zini huzurida zikr qiladi. Ya'ni farishtalarga maqtaydi. Nima qilsa somorda o'tirib osh yesammi? Yo o'tirib telefon ko'rsammi? Nima qilsa? Odamlar to'planadi, birodarlar. Inson ijtimoiy maxluq. To'planadi, o'tiradi. Albatta bu o'tirishlarda har xil gap so'zlar bo'ladi. Foydasi bormi, yo'qmi, xullas gapirishadi. Endi mana shuni o'rniga Allohni zikr qilsa-chi? Halol haromni gapirsa, buyruq qaytarini gapirsa, Rasulullohning hadislarini aytsa, oxiratni eslashsa, Rasulullohning sifatlarini gapirsa, jannat, do'zaxni eslashsa. Birodarlar, qalblarimiz mana shunga o'xshagan majlislarga intilib turishligi kerak. Chiqib ketishlikka shoshilmaslik kerak. Rahmat qoplaydi. Qalblariga sakinat, osoyishtalik tushadi va Alloh shu bandani maloikalarga maqtaydi. Alloh sizni eslashidan ko'ra kattaroq narsa bormi siz uchun? Va zakarahumullohu fi man inda. Ana shu majlisda o'tirganlarni Alloh o'zini huzurida maqtaydi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib kelsalar masjidga, bir to'p sahobalar bir halqa bo'lib o'tirishibdi. Aytdilarki, "Ma ajlasakum?" Nimaga o'tiribsizlar? Nima sizlarni bu yerda jamladi, o'tkizdi? Sahobalar jalasna nazkurulloh. O'tirib Allohni zikr qilyapmiz. Unga hamd aytyapmiz, islomga hidoyat qilganligiga va bizga qilgan inomlariga. Rasululloh ularning so'zini eshitib turib, "Rostdan ham shundan boshqa narsa uchun o'tirmadinglarmi? Sizlarni faqat Allohning zikri jamladimi? Vallohi faqat shu narsa uchun o'tiribmiz" deydi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Faqat shu narsa uchun o'tiribsizlarmi? Boshqa niyat yo'qmi?" Albatta Jabroil kelib menga xabar qildiki, Alloh sizlarni maqtayapti ekan. Alloh sizlarni maqtayapti ekan. Nimaga kelib o'tiribmiz bu yerda, birodarlar? Suv ichgani keldikmi? Boshqa niyat yo'q-a? Qur'onni eshitamiz, namoz o'qiymiz, ilm majlisida qatnashamiz, Allohni zikr qilamiz deb keldikmi? Boshqa niyat yo'qmi? Demak, Alloh bizni ham maqtayapti, birodarlar. Shuning uchun birodar, o'tirding birov bilan, oshnangmi, qo'shningmi, kim? Allohni gapirsang, ilmni muzokara qilsang, Allohning oyatlarini gapirsang, Muhammad alayhisolamning sunnatini gapirsang, xursand bo'l. Mana shu bashorat sen haqingda ekan. Demak, inson bir majlisga yeyish uchun emas, bir kulib maza qilib kelish uchun emas, avtoritet olish uchun emas, biron bir dunyo maqsadi uchun emas, Allohning zikrida boradigan bo'lsa, Alloh maqtagan bandalar qatorida qo'shiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga bir to'p kishilar kelishdida, shulardan bittasi aytdi: "Ya Rasululloh, inna shara'il islam qad kasurat alay." Ya Rasululloh, shariati islomiyaning ishlari, buyruqlari, amallari menga ko'plik qilyapti. Fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi. Menga bitta ishni o'rgating, mahkam ushlay shuni. Ko'payib ketdi, hammasini qila olmayapman, bittasini tavsiya qiling, shuni mahkam ushlay. Rasululloh aytdilar: "La yazalu lisanuka ratban min zikrillah." Tiling doimo Allohning zikri bilan nam bo'lsin. Tushunarlimi? Zikrda bo'l deyapti. Shariatda amallari ko'payib ketdi desa, bittasini ayting desa, shuni aytayapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuncha o'zimizdan chiqmasin, birodarlar. Doim zikrda bo'laylik. Alloh jonimizni olayotganda ham zikrda bo'lamiz. Chunki inson nima bilan yashagan bo'lsa, nima bilan hayotini o'tkazgan bo'lsa, Alloh shuni ustidan uni jonini oladi. Agar bir banda taqvoda, itoatda, ibodatda yashagan bo'lsa, jonini olayotganda ham shu holatda bo'ladi. Sajdada turganida jonini oladi, tahorat qilayotganda jonini oladi, tilovat qilayotganda jonini oladi, ilm majlisida turganda jonini oladi. Bir onaxonni aytib berishgan edi, tahorat qilib o'tirib, 70 dan o'tgan, tahorat qilib o'tirib,
shunday suyanib qolyapti deydi. Borsa, Alloh taolo omonat topib qo'yibdi. Tahorat ustida ketdi. Bir shayx minbarda o'tirib masjidda dars beryapti-da, gapirib turib, bosh aylanib ketib, og'ib ketib, to'g'rilab oldi-da, ikkinchi marta gapirayotganda dars aytib o'tirgan joyida Alloh taolo jonini olib qo'ydi. Kim nimani ustida yashasa, shuni ustida jon topshiradi. Shuni ustida vafot etadi. Endi kim nimani ustida vafot topgan bo'lsa, shu narsani ustida qiyomatda tiriladi. Shuning uchun zikr bilan tilimiz doim ovora bo'lsin, doim zokirlardan bo'laylik. Shoyat oxirgi lahzamiz kelganda la ilaha illalloh deganimizda Alloh jonimizni olsin.